Azizov, mustaqilchilik qani? Bitta manbasi ana qolganlar ham yozmagan-ku. Qolganlar bilan ishing bo'lmasin. Oxirgi paytda darsga ham kirmay qo'yding. Uydagilarga darsga borayman, o'qiyman deysan-da. Ha? Internet ishlayaptimi? Ha, meniki ishlayapti. Seniki ishlayaptimi? Yo'q, menda ham ishlamayapti. Xayriyat, bitta manda emas ekan. Bir o'tirib kursdoshlar piknik qilmaymizmi, ha? Bildik, darsga kirmasdan qizchang bilan piknik qilib yuribsan. O'zi darslarga kirmaysan. Ustoz mustaqillik so'rasa, yana bizga yopishasan. Senlardan o'sha qizcham yaxshi. Ha, dada. Darslarga kiryapsanmi o'zi? Tutoring telefon qildi menga. Umuman o'qimayapti dedi. O'qiyapman. Rektorning tegishli buyrug'i bilan talabalar safidan chetlashtirilgan talabalar ro'yxatini o'qiyman. Azizov Maqsud, Ya, qanaqasiga? 60% bu deyarli darslarga qatnashmagansan. Xo'p, Alisher Yuldoshev. Xayriyat, bitta manbasi ekan mana. O'zi zo'rg'a o'qishga olib kirib qo'ygan bo'lsak, mana qo'shni o'g'lini Jasurni qara, qo'lsiga o'qib yuribdi. Ha, zo'r o'qiydi, chunki Jasurning dadasi farzandini boshqalarning farzandi bilan taqqoslamaydi. Ey, nonkur. Senga o'qib odam bo'lsin deb borimizni berdik. Nima qilganing bu? Yo'qol ko'zimga ko'rinma. 1 kilo olmaysan bering. Hech pullikdan. Qaranglar. Kursdosh? Ya, kursash? Nima bor? Nima deysan endi, tirikchilikdan ana sheriklarim ham bor, bitta men emas. Mana olmalar tatib ko'rgin, shirin-shirin olmalar.